2026-yilda oldimga qo'ygan maqsadlarim bor. Faqat ularni niyatimga erishgandan keyin aytaman. Ortiqcha vaznni to'g'ri makiyaj bilan yo'qotish mumkinmi, yo'qmi? Mumkin, albatta. Chunki burunlar, maytay bag'baqalarni hammasini o'zini qoidasi bor. Korrektorlarda ishlanadi, korreksiya qilinadi, yuzlar bor albatta. Oldingizga kelgan kelinga bir ko'ylak yoqdi, lekin kuyovga bu ko'ylak yoqmadi. Sababi rashk. Ya'ni o'zining bo'lajak turmush o'rtog'ini bu ko'ylakda ko'rishni xohlamadi. Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Mani fikrimcha, kuyovni aytganini qilgani yaxshi kelinlar. Hurmat yuzasidan albatta. 2025-yilda oldingizga qo'ygan maqsadlaringizdan erishgan 3 tasini sanab bering. Alhamdulillah, oldimga qo'ygan maqsadlarimga erishdim deb o'ylayman. Chunki salonimizni kengaytirmoqchi edik, kengaytirdik. O'ylagan natijalarimga erishdim. Hammani o'zini plani bor. Bir yil davomida shuncha kelin chiqaraman, shuncha mablag' to'playman deyilgan. Albatta 80-90% ga erishdim deb o'ylayman. Va 2026-yilga qo'ygan 3 ta eng asosiy maqsadingiz. Oldindan maqsadni aytishga qo'rqaman. 2026-yilda oldimga qo'ygan maqsadlarim bor. Faqat ularni niyatimga erishgandan keyin aytaman. Kutamiz. Rahmat.